Doktor, men 6-7 haftalik homiladorman. UZI xulosasi bo'yicha homila tushish ehtimoli deb berildi. Uydagilarning aytishi bo'yicha men pastelniy rejimda bo'lishim kerak ekan. Shu to'g'rimi? Bu savol xalqimiz orasida, ayniqsa hozir yosh oilalarda juda ko'p kuzatiladigan savol. Homila tushish ehtimoli bo'lganda, uning sabablari turlicha bo'lib, lekin ularning hech birida homiladorga pastelniy rejim tavsiya etilmaydi. Chunki pastelniy rejim nafaqat homilaning o'sishi, balkim homilador ayolning organizmi uchun ham xavfli asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, fiziologik tabiiy homiladorlik paytida bo'ladigan nisbatan qon quyilishi, homiladordagi pastelniy rejim oqibatida bo'ladigan kam harakatlilik sababli tomirlarda tromboz holatlarini kuchaytirishi mumkin. Aziz homiladorlar, agar sizga ham homila tushish ehtimoli tashxisi qo'yilgan bo'lsa, ginekolog shifokoringizning tavsiyalarini kundalik jismoniy faollikni cheklamagan holda davom ettirishingiz mumkin. Xuddi shunday foydali ginekologik tavsiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.